Hurmatli do'stlar, Yashil makon loyihasi doirasida o'tkazilayotgan daraxt ekish marafonida ayni damda Karmana tumanida Sardoba mahallasida yoshlarimizning yuqori ko'tarinki ruhda daraxt ekish chellenjini o'tkazayotganligi, daraxtlarni ekib tabiatimizga foyda keltirayotganligi, atmosferamizning, ekologiyamizning, toza havomizning yanada rivojlanishi uchun Navoiy yoshlari o'zlarining hissasini qo'shayotganligi bu judayam bir yutuqlarimizdan bittasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli do'stlar, ushbu Sardoba tumanidagi daraxt ekish chellenji doirasida Sardoba tumanida joylashgan 12 gektarlik maydonga 1200 ga yaqin ko'chatlar ekilishi rejalashtirilgan. Өткенін ұмытпаған, баһадырларын ұлықтаған ұланғайыр атырапта кең алқапта әсіресе жасыл мекенге айландыру бұл біздің басты мақсаттарымыздың бірі болып саналады. Осы алқапта жасыл кеңістікте айналдыру мақсатты өздерінің басты мақсат етіп алған жас волонтерлар, сонымен қатар белгілі бір мекемелердің қатысушыларымен біргелікте жасыл мекенге айналдыру жөніндегі Кармана тұманында өз